Assalomu alaykum, doktor mumkinmi? Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xotinim ko'ruvchiga bo'lib qolibdi. Shuni o'zingiz operatsiya qiling, appenditsni olib tashlang, o'zingiz qiling, qo'lingiz yengil. Juda yaxshi bilaman sizni, iltimos. To'xtang, vahima qilmang aka. Men sizni tanidim. 1 yilcha oldin xotiningiz ko'ruvchi bo'lib qoluvdi. O'zim olgan edim. Ha, shu uchun ham keldim-da sizga. Aka, yaxshilab tekshirish kerak lekin xotiningizni. Chunki bitta odamda ikkita ko'ruvchi bo'lmaydi lekin. Ya o'zim ham yaxshi bilaman, bitta odamda ikkita ko'ruvchi bo'lmaydi, lekin bitta odamda ikkita xotin bo'lishi mumkin-a? Yordam qiling. Assalomu alaykum, doktor mumkinmi? Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xotinim ko'ruvchiga bo'lib qolibdi. Shuni o'zingiz operatsiya qiling, appenditsni olib tashlang, o'zingiz qiling, qo'lingiz yengil. Juda yaxshi bilaman sizni, iltimos. To'xtang, vahima qilmang aka. Men sizni tanidim. 1 yilcha oldin xotiningiz ko'ruvchi bo'lib qoluvdi. O'zim olgan edim. Ha, shu uchun ham keldim-da sizga. Aka, yaxshilab tekshirish kerak lekin xotiningizni. Chunki bitta odamda ikkita ko'ruvchi bo'lmaydi lekin. Ya o'zim ham yaxshi bilaman, bitta odamda ikkita ko'ruvchi bo'lmaydi, lekin bitta odamda ikkita xotin bo'lishi mumkin-a? Yordam qiling.